Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz bakalavriat yo'nalishi uchun birinchi kurs ona tili fanidan 24-mavzuni ko'rib o'tamiz. Demak, bugungi mavzumiz olmoshlarning ta'rifi, ya'ni olmoshning leksik grammatik xususiyatlari deb nomlanadi. Ushbu mavzuni biz 4 reja asosida ko'rib o'tamiz. Demak, olmoshning umumiy va grammatik ma'nosi, olmoshning ma'nosiga ko'ra turlari, 3-rejamiz olmoshning tuzilishiga ko'ra turlari, 4-si olmoshning yasalishi. Olmosh haqida umumiy ma'lumotni beradigan bo'lsak, biz bilamizki, ma'lumki so'zlar ma'noviy belgisiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Demak, birinchisi mustaqil ma'noli so'zlar, bunga demak fe'l, ot, sifat, son, ravish hamda taqlid so'zlarini misol qilamiz. Ikkinchisi bo'sh, ya'ni ishora ma'noli so'zlar. Bunga esa olmoshni misol qilamiz. Keyingisi yordamchi ma'noli so'zlar. Bunga ko'makchi, bog'lovchi, yuklama hamda ko'makchi fe'llarni ham misol qilishimiz mumkin. Demak, ishoraviylik ramzi bilan ataluvchi olmosh boshqa leksemalardan ajralib turishi bilan farq qiladi. O'zbek tilshunosligida olmoshning doirasi va vazifasi zo'rma-zo'rakilik bilan ancha chegaralanib, ot, sifat, son o'rnida qo'llanuvchi so'z sifatida o'ta tor tushuniladi. Vaholanki bu bilan olmoshning nafaqat ot, sifat, son, balki fe'l, ravish, taqlid, undov, gap va hatto matnni almashtira olish, ularga ishora etish xususiyati hisobga olinmagan. Olmosh guruhiga men, sen, u, biz, siz, ular kabi shaxsga, kim, nima, bu, ana, mana bu kabi predmetga, qanday, bunday, shunday kabi belgiga, buncha, shuncha, qancha kabi miqdorga, qachon kabi paytiga, qayer kabi o'rniga, shunday bo'lmoq, qanday qilmoq kabi harakat holatga ishora qiluvchi leksemalar kiradi. Shuni aytib o'tishimiz joizki, olmosh hamma vaqt ham qandaydir bir so'zni almashtirib, uning o'rnida kelavermaydi. Masalan, kim mehnat qilsa, u rohat ko'radi. Men kecha keldim. Sen buni bilasan. Nima qilsam ham men o'zim bilaman. Hamma mehmonlar biznikida. Barcha mushkulotlar oson bo'ldi kabi gaplarda kishilik, belgilash, o'zlik olmoshi hech bir so'zni almashtirmagan. Arab tilshunosligida olmosh alohida so'z turkumi sifatida berilmagan, balki har bir so'z turkumi ichida yashirin ma'noli so'z sifatida alohida guruhlarga ajratiladi. Chunonchi kitob, daftar, Abbos aniq ma'noli ot bo'lsa, men, sen, kim yashirin ma'noli ot, ya'ni zamir otlar deb ataladi. Yoxud oq, qizil, chiroyli ma'lum ma'noli sifat hisoblansa, bunday, shunday kabilar zamir sifatidir deb ataladi. Olmoshlar shaxs, predmet, belgi yoki miqdorga xos bo'lgan umumiy mavhum ma'noni anglatadi. Olmosh bildiruvchi ma'no nutq jarayonida aniq yuzaga chiqadi. Ular o'zlari almashtiruvchi so'z kabi morfologik jihatdan o'zgaradi. Olmosh qaysi so'z turkumi o'rnida qo'llansa, shu turkumga xos sintaktik vazifani bajaradi. Masalan, o'qituvchi darsga kirdi. U o'quvchilar bilan salomlashdi. Olmosh o'zidan oldin aniqlovchi talab qilmaydi. Hamma xursand va shod. U kitobni o'qidi. Olmosh ifoda etadigan ishoraviy ma'nosiga ko'ra quyidagi ma'no guruhlariga bo'linadi. Demak, kishilik olmoshi, ko'rsatish olmoshi, o'zlik olmoshi, belgilash olmoshi, so'roq olmoshi, gumon olmoshi hamda bo'lishsizlik olmoshlari. Kishilik olmoshi shaxs olmoshi deb ham yuritiladi. Chunki shaxsga ishora qiladi. Shaxs olmoshining qo'llanilishida ayrim o'ziga xosliklar mavjud. Shaxs o'z ma'nosidan tashqari ko'chgan holda qo'llanishi ham mumkin. Masalan, demak olmosh ikkinchi shaxs ko'plikdagi siz olmoshi o'rnida qo'llanadi. Masalan, qani endi biz ishga tushaylik. Bunda tashviq ma'nosi anglashilib turiladi. Keyingisi ko'plikni ifodalovchi olmosh birlik uchun qo'llanadi. Bu ishni biz uddaladik. Ushbu gapda men o'rnida ishlatilgan biz maqtanish, kibr ma'nosini ifoda etmoqda. Keyingi misolimiz men o'rnida biz olmoshi ishlatilib, kamtarlikni ifodalashi mumkin. Masalan, biz buni maqolada yechimini kutayotgan muammoni olib chiqdik deb nomlanadi. Sen o'rnida siz, u o'rnida ular olmoshi ishlatilib, hurmat ma'nosini ifodalaydi. Siz bugun darsda faol ishtirok etdingiz. Men buvimni yaxshi ko'raman, ular ham meni sevadi.
Keyingisi, siz olmoshi ko'pincha birlik sonda, ya'ni hurmat ma'nosida qo'llanilganligi sababli ikkinchi shaxs ko'plik sonda sizlar shakli ishlatilishi mumkin. Ya'ni sizlar kelajagimizsiz. Keyingisi, kishilik olmoshiga lar qo'shimchasi qo'shilganda esa turli ma'no voqelanadi. Masalan, senlarga aytyapman. Demak, bunda kamsitish ma'nosida. Sizlarda insof bormi? Bunda esa ko'plik ma'nosida. Keyingisi, o'zbek tilida uchinchi shaxs ko'plik olmoshi aslida birlik sondagi olmoshning ko'plik shaklida kelishi mumkin. Masalan, ular ko'rsatish ma'nosini anglatuvchi olmosh. Bunga misol qilib bu, shu, mana, ana, u, o'sha va boshqalarni misol qilamiz. Masalan, shaxs predmet belgini alohida ko'rsatish, ta'kid ma'nosi uchun olmoshlar xizmat qilishini bilamiz. Ular ifodalovchi, ya'ni ishoraviy nom ham turlichadir. Masalan, shaxs yoki predmetga ishora qiladi. Masalan, siz o'shami? Belgiga ishora qilishida esa menda ham shunaqa kitoblar bor. Vaqtga ishora qilgandachi, shu Fotima kelmay qoldi. O'ringa ishora qilgandachi, siz, unda, biz, bunda. Keyingisi o'zlik olmoshi. Bu olmosh turi ta'kid, tegishlilik ma'nosini anglatadi. Mening o'zim bilaman. O'xshatish ma'nosi ham matndagi o'z so'zi orqali ifodalanadi. Onasining o'zi, umumiylik, noaniqlik kabi ma'no. O'zim shunchaki turdagi gapda ro'yobga chiqadi. So'roq olmoshi shaxs, predmet, belgi, harakatni aniqlash maqsadida ishlatiladi. Ularga quyidagilarga bo'linadi. Shaxsga nisbatan qo'llanuvchi olmosh kim, kimlar, voqea, hodisa, predmetga nisbatan qo'llanuvchi olmoshlar nimalar, belgini anglatishga qaratilgan olmoshlar qanday, qanaqa, sabab va maqsadni aniqlashga qaratilgan olmosh, nega, nima uchun, nechuk, miqdorga nisbatan ishlatiluvchi olmosh, necha, qancha, harakat va holatga nisbatan qo'llanuvchi olmosh, nima qildi, nima bo'ldi, o'rin ma'nosini ifodalovchi so'roq, ya'ni qani, qayerda, payt ma'nosini ifodalovchi so'roq, qachon, qachongacha. Bunday olmosh faqat so'rash ma'nosini yuzaga chiqarmaydi. Ma'noni bo'rttirish, ya'ni kimki, nimaiki, ritorik so'roq, men sizga nima dedim? Taajjub, buning nimasi yomon kabi ma'nolarni ham ifoda etadi. Belgilash olmoshi. Har so'zi belgilash olmoshi bo'lib, ko'pincha so'roq olmoshi bilan birikib keladi va qo'shma belgilash olmoshini yasaydi. Jamlik ifodalovchi olmosh predmet, shaxs, belgiga nisbatan yig'indini, to'dani ifodalaydi. Masalan, hamma, yalpi, har kim, barcha, bari, butun bunga misol bo'la oladi. Gumon olmoshi muayyan predmet, shaxs, belgi yoki harakat xususida o'ta mavhum tushunchani bildiradi. So'roq olmoshi bilan qo'shilib kelganda esa alla va dir belgi birligi ushbu olmoshga noaniqlik ma'nosini kiritadi. Bo'lishsizlik olmoshi ma'no jihatdan tasdiqqa nisbatan zidlikni bildiradi va kech so'zi bilan hosil bo'ladi. Bu olmosh gapni fikrga, inkorga aylantiradi. Hech nima, hech kim, hech qachon, hech mahal til tarixida ham, hozir ham ba'zan juda ko'tarinki, tantanavor nutqda kamtarinlik uchun manmanlik qilmaslik maqsadida men kishilik olmoshi o'rnida kamina, faqir, banda so'zi qo'llanadi. Bular tilshunosligimizda ot olmoshi nomini olgan. Olmosh nutqni o'rinsiz takrordan tozalashning, fikrni ixcham bayon qilishning muhim vositasi sanaladi. U gapda turli sintaktik vazifada kela oladi. Masalan, mening o'zim bu yukni ko'tara olmas edim. Vazifamiz shu. Qanday kishi xor bo'lur? Bahor keldi seni so'roqlab. Olmoshning tuzilishiga ko'ra turlarini, demak, navbatdagi jadvalimizda ko'rishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz xuddi shu asnosida davom etadi. Uyga vazifa sifatida olmoshning ma'no turlari hamda ularning leksik grammatik xususiyatlarini yana bir bora qayta ma'lumotlarni takrorlab o'qib kelishlikni uyga vazifa qilib topshiramiz. Xayr, salomat bo'ling.